Assalomu alaykum. Bizda bugun navbatdagi yuz tozalash muolajasi. Patsientimiz erkak kishi. Bizdan ko'pchilik savol so'rashadi. Bu muolajani erkak kishilarda ham o'tkazsa bo'ladimi? Ko'rib turganingizdek, bu muolajani erkaklarda ham o'tkazsa bo'ladi. Yuzni tozalash muolajasi teridagi kir, ortiqcha yog' va komedonlarni olib tashlab, terini toza, silliq va sog'lom ko'rinishga olib keladi. Mana muolajani yakunladik. Sizga og'riq bo'lmadimi? Yo'q, menda unchalik og'riq bilinmadi. Yaxshi, chidasa bo'ladi, zo'r. Mana ko'rib turganingizdek, og'riq unchalik bilinmaydi. Agar sizda ham shu muolajaga ehtiyoj bo'lsa, klinikamizda kutib qolamiz.